Shoshmang, to'xtang. Bilaman. Hozir siz e'tibor berganimiz shousini ko'rib, undan keyin opisiyaniyadagi silka orqali oq ilovasiga o'tib, gong showni tomosha qilmoqchisiz. Lekin menda yana bitta ajoyib taklif bor. Qanaqa deysizmi? Xuddi o'sha opisaniyada sahna stand-up Telegram botiga silka bor. Shundoq o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bu bot sizga nima beradi? Bu bot sahnada bo'layotgan undan ortiq kulgili, energiyaga boy. Yana nima deb yozganding? Mayli, u ham bilmaydi, lekin men aniq bilaman, eng muhimi YouTube'ga chiqmaydigan shoularni ham ro'yxat ko'rib olishingiz mumkin. Nechida bo'ladi, bugun kim chiqadi, o'shalarga qarab siz joyband qilib albatta kelish imkoniyatini beradi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indinga bo'lmasa qachondir o'zingiz xohlagan payt albatta kerak bo'lib qoladi. O'tdingizmi? Obuna bo'ldingizmi? Endi bo'lsa marhamat. E'tibor berganmiz shousi. Birgalikda ko'ramiz. Qarang, sizga hech qancha sarflamaydi, chunki hech qancha topmaydi. Hech sizni Cobalt turib ketganmi aka? Uyga kelyapsan-da, taklif qildi. Sen kirmading-a? Shayxnoza. Nima? Sen o'tolar. Неужели просто nom etib keta olmaymiz? Erkak kishi ko'cha bolasi. Men uyga kirmayman. Jam o'tir Otabek, boyadan beri gapiryapsan. Paypog'ingizdagi teshik kengayadi. Almashtasi bo'lmaydimi? Bitta odammi? Million deganda hayolingizga pul keladi, million jamoasi keladi. 50 qiziqyapsiz-da. Demak, sen qizni, yaxshi ko'rgan qizingni, uni tanish boshqa yigit bolalardan rashk qilsang, bu tipa mumkin emas. Tushunasan, yana hazil qilmoqchi bo'lasan. Turmush o'rtog'ingiz oyga qancha topish kerak desa, $3000 dedik-ku, $5000 dedik-ku, asangiz buziladimi yo'qmi? Assalomu alaykum barchaga, xayrli kunmi? Kun. Tunmi? Qachon ko'rishiga yoki bog'liq. tong deylik. Kim hozir uyg'onib kelyapti uyqudan? Bormi shunaqa insonlar? Qarshilaringlarda, всё. Nada, yuz qo'linglarni yuvgansizlar degan umiddamiz. Uyqudan turasizlar, borish kerak edi deb kelmagansizlar degan umiddaman. Yakshanba ajoyib. Men o'zim ham uyqudan turib kelyapman, to'g'risi. Zo'rg'a turdim. O'zi lekin uxlashni juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa tushuncha bor, lazy Sunday degan. Nima degan? Lazy yalqov yakshanba degani. Aha. Shunaqa tushuncha bor. Amerikada ham qayerda. Hech narsa qilmaysiz, просто yotasiz. Da. Dangasalik qilasiz. Chempionat ham bor. Dangasalik qilasiz. Xitoydami qachon bo'ldi? Yalqovlik chempionati. Ha, yo'q. Da, siz prosta hech narsa qilmay yotishingiz kerak mana bunaqasida. Turvorsiz уже yutqizasiz. Manlarga qatnashib bergan bo'lardim. Tarjima chiqmasman tabriklashlarga. Sovrindorlarni e'lon qilishdi. Prosta oldimga kelib berib ketsin deb. Men mikrofonim ishlayaptim. Yalqov yakshanba degani bu yakshanba yalqov degani, to'g'rimi? Yo'q, yalqovlik qilinadi yakshanba. Hamma ayb yakshanbada deganida. Da, men har doim aytaman, yakshanba kuni mana shu narsa qilishim kerak emas. Yakshanba qilish kerak ekan, nasamim joyda. O'zi yakshanba o'zingiz uchun ishlaydigan kunda? No-da. Sizlarda yakshanba ishlaydimi? Nima degani? Sizda Bular sen bilan gaplashmoqchi emas, Otabek, ko'rmayapsan? Yo'q, mana Reziltaku seni borligingni ham his qilmayapti. Prosta hozir sen tarafga qarashmayapti ham даже. Mana bunda o'tiribdi-ku odamlar taku. Da, kimdir gapiryapti taku, eshitmagandek. Xuddi mana aslida gaplashaman. O'qiydiganlarga yakshanba bor, ishlaydiganlarga yakshanba bor. rahmdillik qilmang unaqasi nima o'le. Bu aka, menga sizni podeshingiz kerak emas. Men topdim. Qarang, ikkinchi stolda o'tirgan qiz. Sizda yakshanba ishlaydi dedingiz, to'g'rimi? Da, nima qiladi yakshanbangiz? Ekzamen topshirishadi, ekzamenga qaraymiz. Yakshanba ekzamen topshiradi. Dushanbadan shanbagacha o'qish. Va yakshanba ekzamen topshiradi o'quvchilar. Biz o'sha o'quvchilarga qaraymiz. U ham ish kuniga kiradi. Bu yerda siz ishlayapsiz, yakshanba emas. Siz yakshanbada ishlaysiz. Biz yakshanba haqida gaplashyapmiz. Yakshanba ishlash kerak? Da, yakshanba shaxsmi, kunmi nima? Yakshanbani o'zi ishlash kerak. Вот, siz просто uyda yotishingiz kerak, yakshanba siz uchun ishlash kerak. Menda shunaqa. Вот, mana bor ekan. Nima ish qilish kerak buning uchun? qayerdan bilasiz sizni yakshanbangiz yaxshi ishladimi yo'qmi? Просто yotasiz. Aha. Iltimos qilasiz dugonalaringizga. Qornim ochib ovqat qil. Dugonalaringizni yakshanba deb chaqirasiz, значит. Sen yakshanba, sen dushanba, sen menga yoqmaysan, sen chorshanbasan bugundan boshlab.
yakshanbing ishlaydimi? Yo'q-da. Yo'q, Ishga joylashtir. Da men har doim xohlayman. Uxlaysizda kun bo'yi, kechqurun turganingizda takoy paket pullar turibdi. Ishlab qo'yganda yakshanba. Paket pullar, men nima qilasan 100 so'mlik pullarni o'zi. Aka siz nimaga asoslanib 100 so'mlik bo'ladi deb o'ylayapsiz yerda? Chunki kistangda tangang bor sani, uka. Men Hozir yo'q. yugurgan paytingda shiqirlaydi. Bu bolani polubom 100 so'mlik puli bor qayerdadir. Uyida olib qo'ygan. yoki sovutmi? Maqsadlarim ham bor, 100 so'm uchun. Bilmasam uka, u sani hayoting, men qiziqib ko'rmaganman. Agar sizda 100 so'mlik bo'lsa, u antikvar emasda, u Yoshlarda ishlaydi. yoshlarda qanaqa maqsad? Men sizlarni eshitdinglar. Bizga qiziqdi. Nimalarni maqsad qilgansizlar? Men bitta zo'r maqsad aytaymi? Men unaqalar desa o'yladim. Yoshlardan eshituvlik nimalar maqsad qilgansiz o'zi deb. Yo, shunaqa so'radi. Men unaqa ketyapsiz qo'liga qarab aytdim. Men maqsadim yo'q, hozir o'ylab topdim. Qo'rqqanimdan. Men maqsadim bor hozir. Aha. 20 yoshdaman. Hop. Hozir 21 ga to'lmoqchiman degan. yo'q. Aka, maqsadi sizdan qo'rqmaslik. Men qara senga anu qo'shiq begonada u olis 18 Yoshimda edi. Kecha edi-da. To'g'rimi? Sen u qo'shiqni eshita olmaysan mazza qilib. Yo'q. Unga ham 2 yil bo'ldi-da. Uni ham nasarga qilib deb eshitib yotsa bo'ladi. 2 yil kecha-ku. Lekin unchalik eslash oson. Misol uchun o'sha payt mana o'sha qo'shiq eshitayotganda 18 yoshda kiyib o'tirgan bo'lishi mumkin. Da, chunki hali almashtirmagansiz. Da, shu darajada yaqin bo'lishi mumkin. Ishlash kerak edi 2 yil davomida. Yakshanbalar ham. Yakshanba Ya kunlari. nima Bu ishlagani bilan katta bo'lib qolmaydi-ku, 2 yil-ku. Yo'q, kiyim o'zgaradi-da. Qat'a bilasiz, balki u kiyim men uchun qadrlidir. Mana shunaqa tushunarsiz suhbatlar bo'ladi. O, tekin show nima kutgandinglar? Ya, aka, biz Ya, bu o'zi showning formatini tushuntiraylik. Bir tushuntirdingizmi o'zi? Tushuntirdim. Imkon qadar tushuntirdim Все, lekin. takoy. Qaranglar, bu yerda biz mega qanaqadir katta show qo'rmaymiz. Da. Juda ham zerikarli bo'lmasligiga ozgina e'tiborli bo'lib turamiz. Shu, ba'zan bu yerda o'sha komiklar o'zini mavzusi bilan keladi hayotda yoki mana shunaqa ahmoqona qanaqadir savollar bo'lishi mumkin. Yoki haqiqatan jiddiy mavzularni olib kelishi mumkin va biz uni ozgina razgon qilamiz, suhbatlashamiz va bu mavzuni kengroq o'ylab ko'rishga harakat qilamiz. Agar ba'zi juda ham kulgili bo'lib ketib qolsa, qachondir qayerdadir konsertida ishlatishi mumkin. Aynan o'sha komikni o'zi. Agar kulgili bo'lmasa, значит kulgili emas, shu yerda qoladi. Tamom. Ba'zan show juda ham zo'r bo'ladi, ba'zan o'ta dahshat bo'ladi, ba'zan shunday bo'ladi. Endi yakshanba atmaday o'qish. yakshanba sizga yoqmayapti sirasi. Yakshanba yemabdi ana. O'shaning uchun bemalol endi bir salomlashib oling. Biz syomka ham qilyapmiz. Xavotir olmanglar, sizlar tushmaysizlar. Bemalol kulib, baqirib, chaqirib o'tirishinglar mumkin. Kameraga qarab salomlashib boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu e'tibor Ya berganmiz. takoy. Energiya bilan boshlang. Qattan olaman energiyani 30 to'y qilgan bo'lsam, xo'p. Uylanmagan, sizda ko'p bo'lish kerak, Abdurahim. Da. Yo, men kamera qilaman. Assalomu alaykum. Bu e'tibor berganmiz shousi. Bu showimni Oq mobil platformasida tomosha qilishingiz mumkin. Va keyinchalik YouTube'ga ham chiqadi menimcha. Oqni siz reklama qilyapsiz-da. Просто paradoks bor ekan. Men qarasam, yakshanbing bitsan uchun bitta jon olib kelganmi yana? Ya sen o'zingni mushuk deb o'ylaysanmi? Aka, biz hozir do'stona hazillashamiz shunchaki. Kim bilan? Do'stona hazilda men ham kulishim kerak. Aha. No, kulmadingiz, значит, hazilmas ekan. Ukajon, sen 21-asrda tug'ilgansan. Bu odam 21-asrga yetgan. Da. Menimcha Men qonli 90-yillardan bu kelganman men. Menimcha Otabek ish kursidan editlaringiz ko'p tarqaladi. Tipa endi osmonlardan boqadi. Da. Qora fon bilan ketadi. O'tda qora bo'ladi san ham. Fonda. Foni qora bo'ladi. Hech sizni Cobalt urib ketganmi aka? Nima? Cobalt urib ketganmi hech? Cobalt yo'q. O, bo'ladi bunaqasi ham. Cobalt urolmaydi menimcha. Cobalt yetib olmagan menga просто. Aha, aka tanishtirayotgandingiz. Неужели просто davom etib keta olmaymiz? Oxirigacha qarab turamiz senga. Qani nima qilar ekansan? O'zing cho'ktirdingmi? O'zing olib chiqasan endi. Cho'ktirmadim aka, hozir bo'ldi menimcha. Sen vaziyating bilasanmi qanaqasan? Hozir qiz bilan keldingda, qizni uyiga mehmonga kirishing kerak edi, nasking teshib.
Sen o'ylanyapsan, hozir kiraymi, yechib kiraymi, oyoq kiyimimda yo'qmi? Shunaqa holatda turibsan. Dadil bo'lgin, ukajon. Naski teshigi bo'lsa, paypoq teshigi bo'lsa, ikkita variant bo'ladi. Birinchisi o'sha oyoqdagi patinkani yechmaslik. G'alati-ku bitta No, oyoq da, kiyim. g'alati. Mamda ketadi. Anaqa cho'loqlanib qo'yadi. Qarama, qanaqa kreativman. Qanaqa kreativroq. Ikkinchisi Assalomu alaykum. Uylaringiz juda ham zo'r ekan-a, deb dakansa o'tirsam mana shunaqa. ikkinchisi umuman kirmaslik. Yoki anaqa nima qilsangiz, tipa o'zida aqlli ko'rsatib, erkak kishi ko'cha bolasi, men uyga kirmayman. Yo'q, hozir kreativroq fikr Bo'lishi xayolim mumkin-ku. kelib qoldi. Paypoqni bunda San Bo'lishi mumkin aka. uyga kelyapsan-da, taklif qildi. Sen kirmading-a? Men unaqa bola emasman deydi. Siz o'ylagan bola emasman deydi. Yo'q, taklif qilsa prям tayyorlanib kelasiz-ku. Taklif qilsa To'satdan bilasiz. bo'lib qoldi, tasavvur qiling. Ha, случайно taklif qildi. Windows'ni перестановка qilish kerak. Ha, случайно taklif qildi. Bilmasam, Ha. tayyormas ekanman. da yo'lda teshildi, chunki tirnog'ingiz olmagansiz. Jinur so'ngga ham tayyorlanish kerak-a? Nimaga? Yo'q, menda kreativroq usul bor aka. Paypoqni uchini ozgina tortasizda, ikkita barmoq orasiga tiqish kerak. U qara, paypog'ingdan o'sha ikkita barmog'ing chiqib turibdi, ukajon. Problema kattaroq, значит. Ha. Так. Naski bilan birga yechib kirish. Ya. Вот именно. Men umuman naski kiymayman deyish kerak aka. Lekin buni ko'rinib turadi. Siqilaman naski kiysa deydi. Da, yuragim siqiladi deb. Yo'q, вообще-то aka, bunaqa katta problema случайно bo'lishi mumkin emas. Mumkin, ukajon. U yillar davomida shakllanadigan problema. Mumkin, ishon. Uning uchun masalan siz oyligingiz yaxshi bo'lmasligi kerak, tirnog'ingiz olinmagan bo'lishi kerak, gigiyenaga e'tibor Sanoq случайing hozirgisi, o'shaning uchun aytyapman. Ayni sani holatingdamiz-ku Вот hozir. именно aka, menda bunaqa bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi? Menda просто kirib boraman yoqtirgan uyga, chunki paypog'im teshilmagan. Tesh paypoq uchun ketib qolsa nima kerak bunaqa qiz aka, to'g'rimi? Ha. Mana nimada ham yuksalganimda ham teshik paypog'imda ham sevdi deydi-da. Paypog'im teshilganda ham, paypog'im butunlay O'zimiz eshik tagiga osib qo'yamiz, так teshilgan paypoq. Almashtirsa bo'lmaydimi? Bitta odammi? Yoki mavzuni. Yoki mavzu. Yoki mavzuni Abdulaziz maqsadlar haqida gapirishayotgandik. Nima haqida? Maqsadlar. Ha, yo'q, men mavzuyimiz shunaqa. Hozir 20 yoshdaman. 20 yoshdan Nechi? 20 yosh. Siz necha yoshdasiz? Men 14 yosh kattaman sendan. Matematika qanday qilib hisoblasa? Da, bu yoqdagi sahnadagi hamma mendan katta, hamma 20 yoshdan o'tgan. Mendagi mavzu 20 yoshda nima qilish kerak? O'sha 20 yoshda nima qilgansizlar sizlar? Menga qiziq. Krizismi? Tak, 20 yoshda nima qilganmiz? 20 yoshdami? Men 20 yoshimda katta ish ko'rmaganman menimcha. Men talaba bo'lgan ekanman faqat. Men 21 yoshimda talaba bo'lganman. KV o'ynab yurganman men, QVZ. Tak, men ham KV o'ynadim. Ha, deganmiz. Yo'q, biz ha demaganmiz. Ha deganmiz. Men 20 chunki yoshimda ruskada ikkinchi kursda institutda. 20 yoshingdami? Da, institutda ikkinchi kursda o'qiyotgandim. Da, unaqa foydali ish qilmayotganman. Qilmagan ekanman. Ha, 20 yoshda. yo'ldasan, значит. Da, men hozir 20 yoshda institut 3-kursda o'qiyapman. Ishim ham bor. Shu san. Mana. Biz bilan bitta sahnada Ikkitasan bu yulduzlik nuqta shu san. Endi bundan buyog'i ketadi pastga. Faqat pastga ketadi. Уже pikka yetibsan уже. Instagramda 3000 ta подписчигim bor. Все уже. Da, YouTube'im ham 3000 ta. Ana Hamdam Sobirov и san turasan, ketma-ket. Hamdam Sobirov, manda. Все, tamom. Endi buyog'i Bo'ldi, faqat pastga. Ha, bu yog'i faqat Yaxshilanmaydi, bo'ldi. Yaxshilanmaydi. Faqat yomonlanadi. Kengayishi mumkin. Auditoriyang kengayadi. YouTube kanalingda подписчигing kengayadi, shu bo'ldi. Paypog'ingizdagi teshik kengayadi. Yoki qarindoshlik ko'payishi mumkin. Akasi, opasi ham mumkin. akasi yo opasi kimdir o'ladi demoqchisiz? uylansa. No, kimdir по-любому o'yladi. Da. Hammamiz 20 o'lamiz. yoshda. Yo'q, по-любому. Misol uchun mana 20 yoshda siz qayerda edingiz? Zarafshonda edim uka. Zarafshonda uyda Moskva bo'lgansiz. dedim. Yo'q. Yo'q. Zarafshon. 8 kilometr. Wow. Zo'r, qanaqa maqsadlar bo'lgan 20 yoshda sizda? 20 yoshdami? Menda 20 Prям yoshda. ertaksimo maqsadlar bo'lganmi? Yo'q, men 20 yoshda maqsadlarimga erishib bo'lgandim.
Men 16 yoshimda, men 9-sinfda bitirgan paytim kimda qanaqa bo'lmadi, menda ikkita xayol bor edi. Birinchisini aytmayman, ikkinchisi yo'q, nimaga hali ham men mast bo'lmadim degan tushuncha. Men bir ichib ko'rish kerak deganman, mast bo'lib. Bundan buyog'i katta hayot endi, все, agar qayerdadir mabodo kim bilan meni ichirib mast qilib qo'ysa men qanday ahvolda bo'laman deganman. Mast bo'lish mast degansizda. Shunda birov mast qilishdan oldin o'z joningizga mast qilgansizda, tipa. O'zim jonimga mast qilgan odamlardanman men. U olis 16 Yoshimda edi. Sizdan faqat Reels'da chiqqan joyni bilar ekansiz. Instagram Reels'da. To'liq eshitdim, to'liq taksiga. Da, faqat o'zi eng zo'r joylar tarqaladi-ku Instagramda. Qolganini eshitsangiz Xurshid Rasulov aytganmi bu shularmi? Yo'q. Yo'qmi? Aha. Munisa Rizayeva aytgan. Xurshid Rasulov bilan zot duet bo'ladi lekin. Munojat Yulchiyeva boshida ozgina xirgoya qilgan. Ha. Rostdan ham. Necha yoshda bo'lgan Munojat Yulchiyeva u payt? Hozir 18 yoshidami? 18 yosh bo'lgan uka. Yo'q, ashulani aytayotgan payt. Unisini so'rab ko'rmaganman. Sen har doim so'raysanmi? Siz necha yoshdasiz o'sha payt bo'lganda deb. Yo'q, faqat shu ashula bo'lgani uchun. Aha. Umuman qiziq fakt. Qiziq fakt. Otabek nima bo'shliq bilan to'ldirishga harakat qilyapsiz? Yo'q, bo'shliq yo'q, o'zi tiqilyapti o'rtaga. Yo, aka, Sen bo'shliq yaratyapsan uka. men qiziqishga harakat qilyapman mavzuga. bo'shliqqa paypoq, yetti paypoq bilan kiryapti ham. Tak, maqsadlar haqida gapirayotganingiz aka, 20 yoshdagi. Muqaddam boshlovchi bo'ldi. Yo'q, mana misol uchun necha Yo'q, yosh gapirma, qarab turaylik ozgina. Jim o'tir. nechadir yoshga kelib orzular reallashib boradi-ku. Masalan, yoshligingizda orzularingiz ham kosmosga chiqish bo'lishi mumkin. Nechadir yoshga kelib hammasini o'zingiz chegaralab qo'yib borasiz. Men ham kosmosga chiqish niyat bor. Men chegara qo'ymaganman. Anaqami? Konsertgami? Kosmos konsetiga. Shunaqa jamoa. Sizda shunaqa orzu turardi, rahim bilmadim. Yo'q, menda rostdan lekin mana shu narsa. Men yoshligimda orzu qilardim, mana futbolchi bo'laman-da, televizorda ko'rsatsa dedim. Bo'ldi u ham, da. Sahnada chiqaman, mana takoy katta zalda gapiraman deb orzu qilardim-da, bo'ldi u ham. Misol kinoda o'ynasam bo'lar ekan dedim, u ham bo'ldi. Endi uylansam bo'lar ekan deng bitta. O'shanda mana shunaqa amalga oshishni bilgandim, men tuzuva orzular qilgan bo'lar ekan. Lekin Abdurahmon aka kosmosga chiqish deganda hozir kosmos komandasi kelyaptimi? Siz noto'g'ri kontent iste'mol qilyapsiz YouTube'da. YouTube'da? Da, noto'g'ri kontentlar ko'ryapsiz. Qanaqa bo'ladi to'g'ri kontent? Million deganda hayolingizga pul keladimi? Million jamoasi keladimi? Pul? Bu joyda to'g'ri. Bu joyda normal. To'xtang, u pul qanaqa qiymat? So'mdami, dollardami? Dollarda. Ha, normal. Bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri-da. Bu ham to'g'ri. Yana Otabek? Qanaqa savol? Menda savol yo'q. Savol yo'q? Ha, normal. Qanday bo'lagan buni qarada. Menga yevroda keladi 1 million desa. Wow. 1 million yevro. Nimagadir. Yevro. Bitcoin'da kelsa вообще bo'ladi. Mayli, zato yevro. Rossiyalik komiklar kelyapti-da, ular gonorarini yevroda hisoblab olyapti-da. 50 dollar, 60 dollar farq qiladi. No, lekin takoy yevro aytdim. O'zi biz ham yevropalashsak bo'lar ekan. O'zi narxingiz qimmatroq tuyulish boshlaydi-da yevroda. O'zi dollarda ham, so'mda ham qimmat tuyuladi, ko'cha xavotir olma u. Nabrot, dollarda, yevroda sal arzonroq tuyuladi. Ya, misol uchun Nollar kam. Da, futbolchilar transferi, transfer marketi Yevropada, misol. Aprel bo'lsa funt sterlingda hisoblashadi. Aprelda funt sterlingda. Yo'q, informatsiyada qayerdadir ishlatasan. Qiziqarli fakt aka. Prosta qiziqarli faktlarni aytyapman. Chumolini ketini yeb bo'lmaydi, achchiq. Ha, kelgan anaqa bor. Yana bitta zo'r fakt bor. Eldido degan komanda bor. O'sha Eldido degan komandani jamoani nomi o'sha 3 ta qo'shiqchini bosh harfi ikkita harfidan olinib yig'ilingan Eldido bo'lgan. Bu ham bitta fakt. Qayerda ishlatishib kerak edi. Keyin
tugma bo'ladi-ku, mana ayollarning tugmasi aytaylik chap tarafda bo'lsa, erkaklarning o'ng tarafda, balki nabaroddir. Nimaga shunaqa? Xizmatkorlar taqib qo'yishga tugmasini. Da. Endi hamma ham qattandir olgan-ku bu faktlarni. Ma'qul Yo'q, yurtib men o'zim sinab ko'rganman. Yeb. Misol yana bittasi bor. Yeb deganman. Urg'och jirafani tili 45 santimetrgacha o'sadi. Tili. Bu shundan bilsa bo'ladi, jirafalardan yaxshi kelin chiqmaydi. Tili uzun bo'ladi. Tili uzun. Da. Da, televizor. Qaynonalarga yoqmaydi bu. Jam o'tir Otabek boyadan beri gapiryapsan bor. Tak. Otabek o'zi Yandex chaqiryapti. Ketmoqchi bo'lyapti. Men fakt qidiryapman. 25% uy mushuklari televizor ko'rishni yoqtirishar ekan. Nimaga 25%? Davomi yo'q-a uni. Nimaga mushuklar? Mushuklarning 25% televizor ko'rishni yoqtiradi. Qolgan 75% значит да, просто yoki egalari televizor ko'rmaydi. Может, yovvoyi mushuklar. Da, sizlarga aytsam, mushuklar maraz hayvon bo'ladi. Ovqat bersangiz yemaydi. Mana issiq pishgan ovqatni olyapsiz-da, mushukka berasiz. Mushuk такой issiq deydi. Shundan so'ng unga sovutib berish kerak. Eng qizig'i, muzdek bo'lib qolsa ham yemaydi. Muzdek deydi. Da, muzdek deydi. No, u payt xildamaydi. Ha. Nimagadir. Yana nima? Mushuklar siz o'tiradigan joyga o'tirishni yaxshi ko'radi. Issiq deydi, o'tib. No, da, agar oldin siz o'tirgan bo'lsangiz. Da, o'shaday. Yana nima? Menimcha boshqa faktga o'tish kerak. Yo'q, yaxshi. Yaxshi-da. Hozir Farhod aka keyin o'rganib qoladi lekin. Umri davomida podishka berishingizga to'g'ri keladi. Qatta chiqish qilsa. Может, problema bizda. Biz podishka qilmayapmiz. Может, mutlaymiz. Lekin majbur emaslar-da. Ko'proq qarshi bunga yo'q, davaychi Otabekka bitta chiroyli qarshi chaladi. Ochilsa. Aja! Da. Vot bunaqa g'azidan keyin ochilish kerak lekin. Yana jim ochilishingizni kutamiz hozir. Xo'sh, Da. sen gapirayotding. Shuni aytmoqchiman. Men bundan 2 yil oldin Aha. nerealni orzular qilganman. Misol uchun. Camp Nou stadioni bor, Barsani. Hozir rekonstruksiya bo'ldi, oldingi holati yo'qardi. O'sha stadionda men stand up konsert qo'ymoqchi bo'lganman. No, qanchalik aqlga sig'adi? 2 yil oldin. 2 yil oldin. Hozir men stand up konsert qo'ymoqchiman klubda. Mana shu yoqda. Aha. Qachon? O'sha borgan sari orzularni doirasi kichrayib boradi. U orzuing 2 yil oldin Camp Nou'da stand up konsert beraman deb orzu qilyapsan-da. Shu 20 yoshingda bermoqchimiding? Yo, qachondirmi? Ispanchadami? O'sha kuni bermoqchi edim menda shu. Ispanchadami? Endi shunaqa orzu bo'lganda. Hey, ispanchadami? Yo'q, o'zbekchada. 65 mingta odam qayerdan keladi u o'zbekchada? Вот именно mana shuni o'ylab ko'rmaganman aka. Stadion qayerda joylashgan? Kataloniyada. Kataloniyada. Kataloniyada 65 ming o'zbek chiqmasa kerak. Da, buncha odam borishga yo'q, viza kerak. Uning uchun 5 mingta o'zbekni ishga jo'natish kerak. 20 yillik planni tuzibdi. Ular o'sha yerda ko'payib, 5 mingtasi 20 yilda 65 mingta bo'lish kerak. ha, ishlash kerak-da ular ham. O'tirish kerak emas. No, ish payti o'lib qolish kerak emas. Kam o'lish kerak. O'lgancha ham ishlash kerak emas-da. Ha. Yo'q, daj meni xayolimda men o'ylayman, konsert bersam, o'sha payt o'ylaganman, faqat Kataloniya, Ispaniyadan emas, boshqa anaqalardan ham keladi. Mallorkadan, o'zini Ispaniyadan hamma hududi, tam Madriddan, Poli, Yevropadan. Nimaga faqat Ispaniya? Odamlar keladi deb o'ylaganman. Yaxshi o'ylagansan. O'sha payt shunaqa orzu bo'lganda, borgan sari geografik jihatdan to'g'ri o'ylagansan. Yosh bo'lgansan-da o'shanga. Da, borgan sari orzu reallashib, bu narsa umr davomida sodir bo'lmasligini tushunib, Endi konsertga kelganlar, В принципе, qarasiz. На английском. Ana. da. Ingliz tilida qo'ysangiz, hamma tushunadi. Men ham sizdagi optimist bo'lgim keladi-da. O'yin на английском ishlasangiz. Вот men angliskiy bilaman. Men ham yig'olmayman lekin 65 mingta. 65 ming.
10 yilda ham bunaqa narsa. 265 mingta emas, 99 mingta odam sig'adi Kataloniyaga. Ha-da. Barsa stadioni. Просто так aytdim. Tim bo'lib hozir rekonstruksiyadan keyin sig'imi kengayar menimcha. Qancha bo'ladi? 99.300 ta. Wow. Kruto. Da. Shu 300 tasini to'ldirish problema, ha? 99 ming problema emas. Da, plan qilib turdik, mana hozir kengayapti ekan, shunga sabab. Ya, u mana qilish kerak emas. Chekinish kerak emas. Planni qattiq ushlash kerak. Sen orzularing zo'r ekanda 2 yilda so'nib, hech narsaga erisholmadi. Hech bo'lmasa boshlash kerak. Anaqa ba'zan muxlislari bormidi boshlashga? Kimdir boshlaydi shunaqa qilib. Ha, qilganman unaqa. Ha, va siz davay ketdik Kataloniyada konsert beramiz. Men to'layman deyish kerak. Men qara o'sha yerda Kataloniyada konsert bersang, Real Madrid formasini kiyib chiq. Wow. Nimaga? Просто. Prikolmi? Ha? Real formasida chiqdim. Bitta kulish. No, Real Barsani yutadi-ku, tipa sen ham Camp Nou'ni yutasan deganda. Ana. O. Ramzi mana bor, ha? Ha. Da. Ot Camp Nou emas, u hozir Spotify stadion emasmi? Yo, rekonstruksiyadan keyingi nomini bilmayman. O'sha, yo mana 2 xil nom Уже bo'ladi. buzib olsa-chi уже. Camp Nou hozir ham buziladi. Nomi o'zgardi. Oldingi nomi nima edi? Camp Nou. Nima? Camp Nou. Kamlov. Wow. Camp Nou. Rekonstruksiyadan keyin Kamlov bo'lgan bo'lsa kerak. Red Line. Redline, может, да. Camp Nou Red Line. yoki Shunaqa Kamlov Midnight. Men nimaga orzuing yaxshi-ku? Yo, hozir yana shunaqa xayolga sig'maydigan orzusi bor. Zalda o'tirganlardan bormi birortada? Shunaqa katta Orzuli. Mana shunaqa marhamat. amalga oshmaydigan. Qanaqa orzu? 220 ming dollarga kosmosga chiqmoqchi. Normal. Zo'r. Вот qarang qanchalik qat'iy narxini ham hisoblagan Ha, siz. ha, biladi, точно biladi. bu uchun harakat qilgansiz, tushunyapsizmi? Men даже Camp Nou'ni arendasini surishtirib ko'rmaganman. Просто konsert. konsert Konsert bo'ladimi, yo'qmi? Arendasini so'ra, nechi pul? Birinchi bilet narxidan boshla, o'zi nechi pul? Camp Nou'ga borish. Tekin? Ispaniyaga uchib borish nechi Ha, pul? men просто u yoqda tekin qo'yaman konsert qilmoqchiman. Voy, shuncha odam tekinmi? Перелет bor. U Yo'q. nima, uysizlargami? Yo'q, sen 99 mingta odam tekinga bilet tarqatmoqchimisan? Yo, tekinga bilet taqasiz, скорее всего, pulsizlarga. Nimaga? Uysizlarga emas. Beraman sizga. Просто. Ha, pulsiz. Может, balki so'rayotgandir o'tib. Pulsizlarga. Niyat bor. Может. Anaqami? Yo'q. YouTube paypoq bilan bosib bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lar ekan, amalli. Mani paypog'im yirtiq emas. O'ylayman, agar paypoq teshib olsa olib ketaman o'zim bilan borka. Shuncha. Erta ko'rsataman shu paypoq. Siz konsertdan keyin oldin keling. Ko'rsataman. Duxingami yechishga? Bor. Duxiy bor, yechmasa? Yechaman, prostaki sahnaga nisbatan madaniyatsizlik bo'ladi. Da. Всё, давай. Umumiy xohladik, что men yechmasligimni-da. Всё, mana. 50. Qiziqyapsiz-da. Yo'q aka. Вот. Mana shu entuziazm bilan shоуni davom ettiramiz. Xo'sh. Shu balki men o'yladim, sizlarda ham qanaqadir nerealniy orzular bo'lgan. Hozir qanaqa ahvolda u orzular? Shuni so'ramoqchi edim. O'sha ahvolda hali ham orzu. Men shu yetdi, mana 3 ta orzuim bor edi, hammasi amalga oshdi. Biz bu bizga boshqa hayot bering deydi, bunisini o'zi ishlatib qo'ydik. Yo, agar bilganimda men katta orzular qilgan bo'lardim-da, amalga oshargan. Siz boshida o'sha kichik orzular qilgansiz, aniq amalga oshadigan. Yo'q, mana qara. Futbolchi bo'laman degan, televizordan o'yinlarimni ko'rsatadi degan. Like-upda o'ynaylik, haqiqatan televizorda ko'rsatishdi. Da. Futbol bu o'ynadi. 120-raqamda hujumda to'p surdi. Katta sahnada chiqaman deganman. Katta sahnada mana chiqdi. Turkistonda Necha marta chiqdi. Kobalt olaman dedi, oldi. Ya, uni ozuq qilmadim. U anaqadan bo'lgan nima? Ya, mashina olish hali ham orzuim bo'lgan. Kobalt olganimdan keyin ham hali ham orzuim bor. Bor, mashina olish orzuim bor. Da. Uylanishni orzu qilmoqchida bir. Buni mana nega qo'ydingiz? Da. Olib chiqib tashlaylar deydi. Nasan tushunmayman-da, men nimaga hali ham bo'ydoqligimni tushunmayman. Ha, o'zingiz tushunmaysiz. O'zim tushunmayman. Uyga kelasizda nimaga meni yonimda hech kim yo'q? Yo'q, mana misol bundoq
so'rasangiz qizlardan qanaqa bolalar yoqadi deb so'rasangiz hisoblaydi-ku mana bunaqa degan takoy shablonnik. Hamma to'g'ri kelasiz. Ha, bunda olib qo'ysa to'g'ri kelaman. Ishlaydi. Uyi bor, mashinasi bor. Esli xushli, ichmaydi, chakmaydi. bo'yi baland. Bu asosiy kriteriya. Ha, menimcha. bo'yi Ha, bo'yi baland, Govdali, ingliz tilini biladi. ingliz tilini biladi. Himoya qila oladi. Yo'q, Himoya menimcha qila oladi, hujum ham qila oladi eshitishdi. Da. Anaqada ham o'yna olaman, apornik, polzashnik bo'lib. Unda televizorda chiqadi, san'atkor, tayinli ishi bor, hurmati bor. To'g'rimi? Faqat bitta kamchiligi bor, bitta harfni ayta olmaydi. Da. Etgan bo'ladim. U yerunda u. Lekin biladi qaysi harfni ayta olmasligini. Lekin aytmayman. Xavotir olmaydi, lekin aytmaydi. Aytmayman. U yerunda. U xuddi mashinasi anaqa qilayotganda ozginamda Fitness bor. bitnasa shunday gap, unga e'tibor berish kerak emas. U ishdan san hal qilmaydi Da. hayotda. Xavotir olmaydi. menimcha bunaqa narsa bor aka. Aytishadi, что qiz bola erkak kishini oldida o'zini yosh boladek his qilgisi keladi, o'zini xavfsiz his qilgisi keladi deb. Abdurahmon akani ko'rganda yosh boladek his qilmoqchi edi, uni bunchalik emas desa kerak-da. Cherizchur yosh boladek his qilsa kerak menimcha. Slishkim xavfsizlikdan xavf bor, ha? Ana o'rmonda tinch bo'lib qolsa, nima deb bo'ladi? Qushlar nima qilib turish kerak, sayyor turish kerak shuni o'zi. Turish kerak shu. Ya mana hamma narsani ovqatga bog'laymiz-ku. Misol har doim vaqtida boraman-da ovqatga. Yo'q, qaynana yaxshi ko'rar ekan deydi. Qaynanam emas, shu qizni yaxshi ko'rsa deyman men. Qaynanam. Hozir qaynanang yaxshi ko'rsa, seryozni qabul qilyapsiz, prem. Ha. Mana stollarni burchagiga o'tirmayman men. O'zi burchagida o'tirish kerak emas, stulda o'tirish kerak. Shunaqa. Ishonmayman-ku, shunaqa narsa. Sizlar На всякий случай. На всякий случай. Menga nafsak so'z choy damlashtirganim qo'y nafsak so'z deb aytishgan hamma narsani. Shunaqa. Hech tushunmayman nimaga. Bir marta o'zim yashayman dedim. Bir marta Ya endi o'zim shunaqa случай bo'ldi. Ha, siz aytyapsiz, "Все, дальше o'zim yashayman" deyapsizmi? Yo'q. Ya. Men o'zim yashayman desam, mana Sochilarga borgan paytda, aytishotdi, "Ayo, qizim zam bermaymiz, uyda katta odam yo'q ekan" dedi. Mana katta bo'ldim demadingizmi? Mani misol bo'yim katta, yoshim ham katta. Vesingiz ham katta. Onasini aytsam, vesim ham katta. Qanaqa katta bo'lish kerak yana ular uchun? Ha misol ana kvarplata so'rab kelsa, kattalar bormi demaydi. Men o'zim chiqaman. Bemalol gaplasha olasiz. Bemalol gaplasha olaman o'zim. Da, rostdan ham. Kattasi yo'q ekan, uyda katta odam yo'q ekan dedi. Nimaga desa, misol sen bu narsa deb qo'ysang, urushib ketib qolsanglar, keyin ajratadigan odam yo'q dedi. Sen urib ketadi. u ajratadigan odam foyda bermaydi menimcha. Ha, mana shuni aytayapman. U farqi yosh yo'q. katta odam bo'lsa, qarri bo'lsa, u menga kuchi yetadimi? Men bu yosh Bitta farqi bo'lishi mumkin. Skoy bitta kelmaydi, ikkita keladi. Misol, odam nechta odam ajratmoqchi bo'lganiga qarabdi. Ikki barobar ko'proq qarg'ish ishdi. Ha. Yo, siz bilan problema bo'lsa, lutchi urushmagan yaxshi aka. To'ppa. Shu narsani tushunar ekansan, yana hazil qilmoqchi bo'lasan. Qarang. Da. Tushungani yaxshi lekin. Yo, Abdurahmon aka qarang, arendaga bitta yosh katta odam olsak-chi uyingizga. Arendaga qanaqa? Boboy. Ha, katta odam bor deyish uchun, ha. Arendaga, yo, u bo'lmaydi. Arendaga katta odam. Bo'lib to'lasha, halol nasiya. Bo'ladi. Da. To'la bo'lganingizdan keyin o'ziga qoladi. Ya, o'zimga qolish, u katta odam. o'zimga qolish shartmi? Ha, keyin nima qilaman? Arendaga deyapman. Yo'q qolsa-chi, masjidda qolaman desa keyin. Ya, endi to'ydan keyin-da, misol. Hamma xizmatini qilyapti. O'zi zo'rg'a uylandi, qanday o'ldiradi uni? Da. Ne aka, bir qarashda gavdingizga qarab kimdandir qutulish qiyin bo'lmasa kerak sizga. O'zi ana katta odam o'ligidan ham qutulish qiyin-da. Misol, ana uncha bagajga sig'maydi-yu. Men bunaqa mavzu gaplashyapmiz. Yo, men so'ramoqchi edim aka, qarang. Instagramda reelslar ko'rib qolasiz-ku, qizlardan so'rovnoma olishadi. Turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha topish kerak desa, $3000 deydi-ku, $5000 deydi-ku. Asabingiz buziladimi, yo'qmi? Yo, qanaqa qabul qilasiz? Agar normal qabul qilsangiz, demak, уже siz shu uringdasiz. Demak, bemalol hammasi joyida prem. Yo'q, men dollarda gapirsa уже qimmat ko'rinadi, qanaqa qimmat eshitiladi.
so'mda gapirsam, 10 millionchisi okey deyman. Ya 50 o'zi million ko'p lekin. o'sha videodagi qizlar taka $3000 deydi-yu. Nimaga unaqa katta summa aytishadi? Kelgan maxaga nimaga gelik so'yib olishadi? Просто bilgani uchunmi shu mashinani qimmatligini? Просто qimmatligini bilgani uchun. Hech kim Cobalt so'ramagan lekin. No eng Gelik deydi. Ani uni qo'yib qo'ysangiz ajrata olmasligi mumkin. Eng qimmat mashina. Ha, yoki ajrata olmaymiz. gelik bilan Nivani yonma-yon qo'yib qo'ying, ajrata olmaydi. Qoraga bo'yab, takoy tuningni qilib. eng qimmati gelik emas lekin na samom деле. Ha, o'shaday. Bu gelik. Lekin aytmang, keyin o'shani so'rash boshlaydi. Eng qimmatini. Ya, gelik so'ygandan keyin nima qiladi? Haydamoqchi bo'ladimi? U ekeli ham eplab hayda olmaydi gelikka. Takoy qo'rqdi mashina. Bilmadim, boshqa haydasa gelikka. Gelik qanaqa haydaydi? Siz o'ylaysiz gelik roli shunaqami? Qanaqa men chiqmaganman bilmaysiz, bilmayman. Kombayn haydayapsizmi? Takoy kattaga o'xshaydi-da. Bug'doy o'rayapsizmi siz Abdurahim? Gelikda nima qilyapsiz? Men montajni bilmayman-da, qanaqa osaman emas, bu haydab qo'yishsa. Cobaltda o'tirganda, lekin bunday o'tirmaysiz-da, sal bundayroq o'tirasiz Abdurahim. Bosh tegmaydi. Ha, bosh tegmaydi. Bitta bantik qilinadi, Instagramga qo'yiladi. Egasiga qaytarib beriladi. Da. Qizimi? Bo'ldi, nima kontent bor? Aka, qanaqa men baribir o'ylagansiz, 100% hozir tan olmasligingiz mumkin. Men kecha soat 2 da baribir o'ylagansiz-da. Qachondir merimi qilsam, qanaqa merimi qilaman deb o'ylagansiz. Ha, merimimi? Da, O'zi mana shu merimi ham g'alati narsa. O'zi sovchiligi borlarda hamma narsa hal bo'ladi-da. Turmushga chiqasanmi deydi. Tatsan o'tolar. Qizim, men kutmagandim deydi. Men kutmagandim. Ano restoranga kelyapti. Gulli to'shalgan. Hech kim yo'q. Chiroyli kiyingan. Olib ketyapti uni uyidan. Merimi bo'lishini bilmas ekan. Da. Instagramga qo'yadi, 5 million prosmotr qarang. Ajoyib. Yo, anavamiz o, nima edi? To'yda qo'yib berishadi-yu. Love story. Wow, u vasha tema lekin. O'zi sovchilik orqali tanishgan, o'zi kutubxonada bir-biriga o'lib ketadi. Merimi o'zi bu, misol uchun bitta qiz bilan sevishib yuribsiz. Bir necha yildan beridir, balkim bir necha kundan beridir kutilmaganda, orada tam tipa shu qarorga kelib turib taklif qilinadi. Kutilmaganda bo'lish kerak. Ha, har doim ham qizlar rozi bo'lmaydi, lekin men ko'rgan reelslarda. Yo, faqat men shunaqa reels ko'ramanmi, yo. Men ko'rgan reelslarda обычно rozi bo'lmaydi. Bittasini qilishdi shunaqa, o'zbeklar ham, anaqa ekan, uyushtirilgan ekan. BMWda keldi, bolani qiluvdi, qiz yo'q dedi. Ana ko'ryapsizlarmi, qizlar borligi uchmaydi, desa u uyushtirilgan ekan. Gelikda borish kerak edi-aka. Uni bilmay qolganda geliklik. Videoni ko'rgan. Uyushtirilgani qayerdan bildingiz? Pitlichka bormidi? Mana qilib, kota turgan bo'ladi. Pitlichka. Qizda ham, ha? Qizda ham. Ba'zi qizda ham. Ya o'tolar qo'ydi, va qara dedi. Yo, lekin sun'iy anaqa ko'p. Men e'tibor beraman, misol uchun blogerlar dadasiga mashina sovg'a qilsa, doim dadasi uyda bo'ladi-ya. Ha. Hech ko'rmaganman-da, dadasiga mashina olib keldi, bantikni ko'rib. Abiyoda ketganda, qo'limdagini ol onangni deb so'kib ketgan. Ada, desa qo'limdagini ol undan qo'y deb so'kib berish kerak. Da, doim dadasi uyda-da. Doim hayron qolaman shu narsaga. Yo'q, uxlamayotgan bo'ladi, ha? Sun'iyda. Ha. Uyda Bersa kerak. Uydagilardan. Logichni bu ham. Logichni. Alo, dada qayerdasiz? Uydaman, hozir boraman hozir. Kiyimlaringizni kiyib turing, tuzuva. Takoy. Videoga tushasiz. U ham pitlichkalarda chiqib keladi. Ana intervyuga borishganda ichkaridan ochadi. Voy, kutmagandim deydi. Ota pitlichka turgan bo'ladi-yu. Ajoyib shans. Bilasizlarmi, dadalarni har doim yangi sportivkasi bo'ladi-da, komplekt. Mehmon kelganda kiyish uchun. Yo, unaqa emasmi? Yo'qmi? Bu yangi sportivka faqat uylangan paytda. Dadalarda bo'lishi mumkin. Bu seni ham fikring 100% noto'g'ri emas. Tufli bor, olib qo'yadigan tufli bor. Da, tufli bor. Oshligi kiyib borish. Mehmon kelganda kiyish uchun. Jigarrang tufli bor, anaqa teshik bor. Ya u sal yozda kiyiladi, issiq payt kiyiladi. Naski bilan kiyiladi. Bitta anaqa katta shim olib qo'yiladi. Yo, katta ko'ynak. Yo, shimam. Ya, unaqa shim bo'lmaydi. Ama unaqa shim, hamma unaqa bo'lmaydi. Adalarga yoqmaydi katta shim. Naskilar baland bo'ladi. Da, suv tutish kerak. Agar doda Toshkentlik bo'lsa, slans tapichka ham olinadi. Nima bo'ladi? Slans tapichka hovli suv sepib yuradi-da. Ha, slans. Siz nimaga Toshkentliklar slans kiyadi deb o'ylayapsiz faqat?
Bizda suv tanqisroq, men yashaydigan joyda. Bu yoqda suv sepilmaydi deganda, u yoqda suv ichiladi Bu yoqda faqat. suv ichiladi. Sizlar yoki anaqa ichib turib ko'chaga sepayotganda ham. Yo'q, u perigardan keyin bu kunisi. Atxatdagi paytda. Nimaga Namanganda suv ko'p-ku? Yo'q, men Namangan sentrda emasman-da. Yo'q, men ham sentrni aytmadim, Uchqo'rg'onlarda ko'p-ku. Mana qarang. Namangan bu faqat Uchqo'rg'on emas-da. Tushunyapsizmi? To'qo'rg'on ham bor. U yoqda ko'proq joy bor. Ha. Sen qayerdan? Men Chustdan. Chust. Yani Zato pichog'inglar bor. Yo'q emas-ku. Pichog'inglar bormi? Pichoq bor. Все. Kimgadir suv, kimgadir pichoq. Da. Adolat, adolat. Manzara chiroyli. Da, mazza. Uch qahramonda ham pichoq bor menimcha, yo'qmi? Qahramon kinomi? Qaysi? Bizning uyda ham pichoq bor misol uchun. Da, suv ham bor. Uch qahramon deydi. Mapda uch qahramon. Postetot. Uchqo'rg'onda deymiz. Ha, Uchqo'rg'on. Prosta aka o'xshab ketadi. Uchqo'rg'onda ham q bor, uch qahramonda ham q bor. Aytadi-ku, anaqangda Uchqo'rg'ondan ko'rsataman deydi-ku. Ha. O'sha joy. O'sha nimaligini aytib berganda, o'sha so'raganlar. O'ta suv ko'p o'qar ekanda, kimda suvga tushib ketsa, o'sha oxir ekan, o'sha yerda topasan ekan. Kimda yo'qolsa, Uchqo'rg'ondan ko'rasan, o'sha yerda topasan degan istoriyasi bor ekan. Yaxshi insight. Hay? Bekorga Ajoyib fakt. Bizda navbatdagi ajoyib fakt egasi Abdurahim Amansurov. Faktmi? Mendagi mavzu bor. Qanaqa mavzu? Kim 18 yosh yo'q. Kim 25 yoshdan kichkina? Da, вот. Yoshlar o'rtasida Yoshlar buzilib ketyapti siz. Yo'q, men o'zim ham 23 yoshman. Red flag degan narsa bor. Da, kim eshitgan? Qizil bayroq, yashil bayroq. Da, qizil bayroq, krasniy flag. Bilishim bo'yicha buni ma'nosi nosog'lom munosabat. Boshdan tushuntirib ber, men birinchi Red flag, red flag, green flag. Yani misol red flag bo'lsa, qizil. Men 25 yoshga to'lmaganman. U bayroqni qayerdan olishim kerak? Yo'q, qarang aka. Yo'q, prosta. Ancha tushuntirish kerak ekan u. Islom aka, mana qarang, yoshlar ishlar agentligidan. So'ngaylar bitta gapir. Sizlar harakat qilib qo'yinglar, men keyin tushuntiraman. Mana sizlar paytinglarda nosog'lom munosabat bo'ladi-yu, qiz bola bilan yigit o'rtasidagi. Nosog'lom munosabat qanaqa? Kimdir kasal, spid orada. Yo'q. Ha. Yo'q, shunchaki. Qanday nosog'lom munosabat bo'lishi mumkin agar ikkalasi ham sog'lom bo'lsa? Mana shunchaki nezdoroviy отношения bo'ladi-yu, bir-biriga ishonchi bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir. U boshqa narsa u. Boshqacha tushuntirdim. To'xtang, abyuzni bilasizmi? Toksik munosabat. O, mana zaharlangan. Mana toksik munosabat. Endi toksikni tushuntirish kerak. Yo, siz vaziyatni og'irlashtiryapsiz borgan sari. Yo, toksik tushuntirish oson, aka. Toksik munosabat bu. To'xtanglar, menga termin qo'shma. Mana aka. Mana bitta erkak, bitta ayol bor mana. To'g'rimi? Bular munosabatda. SMSlashadi, telefonlashadi, ba'zan ko'rishishadi, uchrashishadi, shundaymi? O'sha munosabatda aytyapsizlarmi sizlar? Shunaqami? Ba'zan bir-birinikida yotib qoladi. Yo'q, astag'firulloh. Unaqa munosabat emasmi? Yo'q, unda, da, nosog'lom munosabat, bunaqa munosabatga qarshiman men ham. Nosog'lom munosabat. O'sha nosog'lom munosabatni belgilarini red flag deyshadi-da. Qizil bayroq. Ha. Bu men tanlamagan bo'lardim u odamni degan ma'noda-da. Yashil bayroq bo'lsa, men rozi bo'laman. Shunaqa insonlarga, shunaqa nimasi bor, qobiliyati bor yoki shunaqa xarakteri bor insonlarga red flag desiz, menga yoqmadi. Uni men atal. Kim beradi o'sha bayroqni menga? Yo siz, yo u. Yo'q, aka, bayroq mavjud emas. U botiniy dunyo. Nima uchun bo'lmasa bayroq degansizlar, gerb deb qo'ysa bo'lmaydi. Yo'q, shuncha bilan shunaqa nomlashadi. Qo'yinglar bu. Shunaqa nomlashadi hozir oxirgi pokoleniya. Ana red flag deydi. Masalan, siz yoqmaydigan gap yozdingiz-a? Shuni red flagni yozib yuboradi. Shu topib yozib yuboradi. Yoqmadi degan. Bu gapingga qarshiman deb. Menda qizil bayroq, qarchi qarshiman men. Bu gapga qarshiman, munosabatga agar menga qo'shilsa, ular yashil bayroq. Yashil bayroq, chista svetoforga o'xshagan narsa bu ham. Qizil yashil, kreativ yo'q yoshlarda, hozir aytib qo'yish kerak. U nima u? Bitta sariqni ham qo'shish kerak chun. Qizil, sariq, fioletoviy qo'shsin mayli odamlar ozgina. Sabzi rang qo'shsin mana, uni bilmayman nima deydi. Shaftoli rang qo'shsin. Orange. Yo'q, anjirni qo'ysin, odamlar o'ylasin nima demoqchi hozir bu. Anjir bayrog'i, anjir rang bayrog'i. Anjir. Anjir, prям anjirni o'zi.
Anjir bu Ha, tipa qarang, bayroq anjircha turibdi-da. Ha, ana shunaqa. boshqacha ma'no. Xo'sh, mayli, menga ham red flag berdi. Yo'q, men Bu yaxshimi yomonmi? men uchun Red yomon. flag yomon. Mana qarang. Qiz bilan ну просто zaldan ham so'ramoqchi edimda. Ha, so'ra. Mana qiz bilan yigit gaplashyapti. Yigit qiz bolani Qara, qanday gaplashyapti? Prosta avtobusda ketib gaplashyaptimi? Yo, ular suhbatlashib, bir-birini qiziqishlari bilan yo'q, bir-birini yaxshi ko'radi. gaplashyaptimi? Bir-birini yaxshi ko'radi. Ha, shunday deb aytdi. Hozir mana qizlar bolalar bilan do'st bo'lishi bu norm. Ne biz paytda ham norm bo'lgan ukajon. Ya o'zi yo'nasi o'g'il bola bilan qiz bola o'rtasida Nimaga? do'stlik degan. Men yo'q deb hisoblayman. Siz yo'q deysiz. Men bor deb hisoblayman. Bo'lmagan. Kelganmisizlar demansizlar, ha? Ya Da, xo'sh, mana sani anaqanga qaytaylik. Qiz Man- bilan yigit gaplashyapti. Aha, qiz bolani yigit og'aynilari bor. Do'stlari. Yigit Qiz o'g'il bola- bolani o'g'il yigit o'rtoqlari bor. Mhm. Gaplashayotgan bola o'sha bolalardan qizni rashk qilishi masalan red flag. Nega normal holat? Tak. Вот, siz uchun normal holat. Zaputunniy bo'ldi hozircha-chi. Tak. Demak, sen qizni, yaxshi ko'rgan qizingni, Aha. uni tanish boshqa yigit bolalardan rashk qilsang, bu tipa mumkin emas. Qizil kartochka senga. Ha, o'zingizga nisbatan ishonchsizlik deb qabul qiladi ular. qizlarni bunga berayotgan anaqasi red flag Sen bo'lyapti. nimaga Mana ulardan rashk qilasan? Ha. Axir men seni tashlab ular bilan ketmayman-ku demoqchi Ha, qiz. To'g'rimi? o'zingga ishon- Aldayapti. Xo'sh, senga qizil berdi. Nima dedi? Sen rashk qilma dedi. sen Yo'q, o'zingga qarang. ishonmas Man- ekansan, menga manda- ishonmas endi u. Себе не уверен deydi. Себе или В себе не uверен. То, что Ha. O'zingizga ishonchsizsiz. Men o'zimga ishonaman, senga ishonmayapman desang bo'lmaydimi u qizga? Da, Bu уже abuse bo'ladi. Kim bo'ladi? Abuse. abuse. Aha. U nima degani u? Abjor degandek gapmi u ham? Abuse Tez degani xafa bo'ladiganmi takoy? ya. Abuse. Ya, abuse. Yigit bola qizg'anchiq bo'lish kerak-da endi. Revность. Нет, доминант. Типа доминант. Ha, все. Понял. Ha. Вот, umumiy uni qizni kontrol qilishga harakat qilishingiz ham bu red flag. Bu ham Диктатор. Ya, u Да. Я Ислам Каримов, братан, мне можно, по-моему. Все. И bu просто bittasi emas, ko'pda bunaqa variant. Xo'p, men yana bitta. Yana bitta masalan, Masalan, to'xtab tur. Men shundan oldin qizlardan so'raylik, rostdan shunaqami? Bu aytayotgan gaplar rostmi o'zi yo prosta yaxshi qiz? Shu bola aytgan gaplar rostmi yo'qmi? Red flag tam. Rost. da shu qizdan so'raymiz. Ha, men sizni tanidim. Red flag tam. Flaglarni yig'ishtirish kerak. Nima degan gap bu? Bir-biringga bayroqcha bilan gaplashsang. Normal gaplashinglar. Siz uchun nima red flagga misol bo'lishi mumkin? Ha, o. Misol uchun aytaylik, bayroq qip-qizil. Abduraziz, bu yerda kattalar. Labi? Puli bo'lmas. Puli bo'lmasligi. Вот. Yo'q, bu Yo'q, unga meni ham red flag lekin bu. haqiqatda. Я согласен в этом. Bu- Да, puli bo'lish kerak. Yo'q, Хотя бы metroga. Bu red flag emas, bu просто muammo. Потом abuser bo'lish, ya'ni hamma narsaga rashk qilish. Hamma narsaga. hamma narsa. Ya endi kelib tapishkaga rashk qilmaymiz-ku, bizda ham bor-ku. Men vannani Da. jumragiga hech kimni rashk qilmaganman-da shu paytgacha. Вот. Sen nima? No, agar Men birorta qizni duxovkaga rashk qilmaganman. Hamma narsa deganda sizlar hamma narsani. agar tapishga sizga gap o'tsa, bu boshqa vaziyat. Tapishkang qachon gap ortadi? Yirtilib qolsan, slansing uzilib qolgan bo'lsa, shalp deb senga gapiradi. Boshqa ol deydi. Kabullarga bo'lsa. Ha? Kabul. Kabulda gapirsa yo'qadi bizga. Ha, bola kabluk bo'lish kerak. Podkablучник bo'lsa, u qanaqa qilib pul bo'ladi unaqa odamlarni? Yo'q bo'ladimi pul odam? Balkim qizni o'zida yetarlicha pul bordir. Unda-da. Keyin Может, она любит быть доминантом, да? ko'p pul topsin, qarang. lekin ko'p vaqt siz bilan o'tkazsin, shunaqa? Qarang, Yo'q, qancha topish muhim emas. Qanday topishi muhim deng. U ham muhim emas. Bu ham muhim emas, bravo. Просто menga qancha sarflashi muhimroq. qarang, sizga hech qancha sarflamaydi, chunki hech qancha topmaydi.
qanaqa qaraysiz bunaqa? Bu red flagmi yoki nima edi bu? Yashil flag. Bu уже badoviy flag bo'ladi. Qizildan ham o'tib ketgan. Bunaqasi ham bo'lgan, prosta u paytda. Siz sarflagansiz, to'g'rimi? Ha. Demak bunga yomon qaramaysiz. Ismingiz nima edi? Реально интересно, давайте послушаем. Сколько вам лет? 19. Eshitdinglar 19 yoshli qizlarni. Biz nima qilyapmiz? Eshityapmiz aka siz. Nima o'zidan o'zi o'ylayapsiz-ku, bular eshitmayapti hozir deb o'yladi. Давайте eshitaylik, nima bichara qo'ydi. Ne, bu showni mohiyati shunda. Ozgina biz munosabat bildirishimiz kerak. Bo'lmasa intervyu bo'lib qoladi hozir. Chotki TV oxirida yig'lab berishlari kerak. Biz avlojga Va biz hech narsani kesib tashlamaymiz deb aytamiz va kesib tashlamaymiz. Va bizdan Ular ko'chirishyapti. chisti menimcha montajyor ishlatishmasa kerak. Men shuning uchun shuni gapirdim. Просто montajyorga olaylik. Oyingizga telefon qildirib, yaxshi ko'rasizmi, yo'qmi shuni ayttiramiz. Oxirida. Oxirida-da. O'rtasida bunaqa salto emas, qilib berishingiz kerak. Salto otib berish kerak. Da. Ajoyib show. Show volida. Sizlar ko'rmagan bo'larmidinglar? Intervyu o'rtada kimdir salto qiladi har doim. Eshitaylik aka. Savol berdi. Siz eshitaylik. Savol berish kerak dedi. Eshitaylik demoqchi, u ham eshitmoqchi. Demak. Ismingiz nima? Shahnoza. Shahnoza. Tanishganimdan Yana xursandman. ku shahnozalar, gulnozalar. Raqsga tushar shahnozalar. Jo'r bo'lmaysizmi? Ukajon, bir o'zi kelgan qiz, san ham bir o'zing nima kerak biza jo'r bo'lib bunga? Shahnoza. Nima? boshqacha chiqdi. Ukajon, aga kelganda tiling to'yib ketdimi? Nima bo'ldi? Shahnoza bo'lib ketdi-ku bu. Ritualligini boshlaymiz. Da. Всё, давай savollaringni ber. Mana Shahnoza 19 yosh. Senga red flag. Shahnoza. Qarang. Shuni nos chakkanday gap. Kablok bo'lish kerak deyapsiz-ku. Прям. Yo'q, hazillashdim gapimni. Вот shunaqa tez Ko'rda bo'lmasa gaplashmayman dedi. Nima u? Men kablok bo'lgim kelyapti. Shunaqa tez o'zgarib qolyapsizlar-da, ko'ryapsizmi? Hayotda ham shunaqa. Siz endi rozi bo'layotdingiz-a, deb Men endi vaziyatni yumshatdim. Даже xo'p mayli. Qarang. Sizga ko'p e'tibor bersa bu yaxshimi, yomonmi? Yomon. Вот ko'ryapsizmi-ki? Ukajon, menga ham ko'p e'tibor yomon. Yo'q, ko'p e'tibor qanaqa? Haftada 2-3 marta ko'rishingiz. Bu kam. Вот kam. Mana 2 marta ko'rasiz, уже 3-chisida sizga bo'lgan qiziqish yo'qolayotganini sezasiz. balki unchalik Tushunmayapman men hozir. Uzr. Balki men ozgina eskiroq odamdirman. Men sizdan yengiman uni mana tushunmayapman deb. Da, bo'lmasa Gap unda emas. bizdan surogimiz o'tibdi. Всё, rahmat. Tugadimi? Da, tugadi. Rahmat. Всё. Sahna stand-up klubiga kelinglar. Maza qilib, kulishib, konsertlarni jonli tomosha qilish bu har doimgidan ham yaxshi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.